İncilni ham aytyapti bu, o'zgartirilmagan. Xo'p, asosiy Tavrotni himoya qildi, Injil ham o'zgartirilmagan. Avvalgi kitob. Gapirishdim, Kamol Yo'ldosh aytganchalik o'zgartirilmagan deb faraz qilaylik-da. Faraz qilamizda o'qiymiz. Men hozir sizlarga Injildan, Bibliya, bu nasroniylarning kitobidan bir nechta misra o'qib beraman. Qarang. Luka bölümü bor. Lukas deydi o'zi. Luka bölümü 19-bob 28-35 she'rlar. Ya'ni 7 ta she'r. Satrda endi. Nima deydi? Qarang. Luka bölümü, Injil Luka bölümü 19-bob 28-35 she'rlar. İsa alayhissalom to'g'risida gap ketyapti. İsa shu gaplarni aytganidan keyin yo'lida davom etib Quddusga ketdi. Qarang, bu narsalarni gapirdi-da, Quddusga ketyapti. Zaytun tog'i etagidagi Baytfagiya bilan Baytaniya qishloqlariga yaqinlashgach, Zaytun tog'idan o'tib bo'lib, endi kiryapti shaharga. Qishloqlar oralab yaqinlashgach, u, ya'ni Iso alayhissalom shogirdlaridan ikkitasiga dedi. Nima dedi shogirdlariga? Qo'y, ana qishloqqa boringlar degan. Ya Baytfagiyaga ya Baytaniyaga boringlar dedi. Ikkitasidan birisi. O ana qishloqqa boringlar. U yerga kirishingiz bilanoq hali minilmagan, hali bog'lanmagan xo'tikni ko'rasizlar. Xo'tik endi eshakni bolasi bilasizlar. Xo'tikni yechib bu yerga olib kelinglar. Agar kimdir sizlardan xo'tikni nega yechyapsizlar deb so'rasa, egasi so'rasa, bu xo'tik Rabbimiz Masihga kerak deb aytinglar. Этот осел нужен для нашего proroka deb aytinglar. Egasi so'rasa. Shogirdlar borib Isoning aytganini topdilar. Eshakni topganlar, bor ekan shunga. Xo'tikni yechayotganlarda uning egalari nega bizning xo'tikimizni yechyapsizlar deb so'rashdi. Shogirdlar, u Robbimiz, sizlarning eshagingiz Robbimiz Masihga kerak dedilar. Xo'tikni Isoning oldiga keltirishdi-da, ustiga to'nlarini tashlab Isoni mindirishdi. Mana Injil. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu Allohdan tushgan oyat deb qarasak, demak haq bu, o'zgartirilmagan Injil ham desak, Kamol Yo'ldoshga o'xshab. Demak, astag'firulloh tavba, Iso alayhissalom eshak o'g'risi ekan. Organizovanная преступная группировкani boshlig'i, OPG. Barlar yerda eshak bor. Olib kelinglar. Egasi so'rasa, dinlastik denglar. Bizam bossga kerak, mafiyozga kerak. Olib kelgan ular qilgan. Mana qaranglar. 90-yillarning boshlarida, 80-yillarning oxirlarida Toshkentda choyxonshik razborshiklar, o'g'rilar ko'payib ketdi. Nima qiladi? Odamni borib mashinasini o'g'irlaydi, keyin unga chiqadi, choyxonaga kelib mashinangni olmoqchi bo'lsang dedi. Mashinangga ehtiyot bo'lgin deb pulini olib berib yuborib yurgan. Pulini olib kelmaganlarni olib chiqib Qozog'istonga sotganlar. Bu shu choyxonachi, bandit, qaroqchi, do'la o'ldiradigan toshkentlik mafiyozlarni o'zginasi bo'lgan ekan-da Iso alayhissalom. Mana Kamol Yo'ldoshga savol berish befoyda, uni ko'rmaydilarga savol berish. O'zlaringiz o'ylab ko'ringlar. Mana shuni Alloh shunday bo'lishi mumkinmi? Iso alayhissalom Qur'onda qanchalik maqtalgan, toza odam, pok, yumshoq edi deb eliga nimasini yetkizdi kitobini. Eshak o'zini nasib etdi Injilda. Bandit. Glava organizованной преступной группировки. Shunga edi, shuni Alloh yozdi. Men ishonmayman, Alloh o'zgartirilgan bu deyman. Mana shunday gap. Mana men 4 ta Tavrotdan keltirgan. Atigi 4 ta, u yerda juda ham ko'p. Misra bilan.
İncil'den bittasini olib keldim. O'zini payg'ambarini eshak o'g'risiga chiqarib qo'yibdi. Nasroniylar. İso alayhissalomga tuhmat qilib qo'yibdi. Mana shu misralarni Kamol Yo'ldosh Allohdan u o'zgartirilmagan. Tasdiqlaydi Allah Qur'on shularni deydi. Qur'on İso alayhissalomni bandit bo'lgan, eshak o'g'risi bo'lgan demagan hech qayerda. Kamol Yo'ldosh kazzab. Aldab o'tiribdi, ko'rdinglarmi odamlar? Qur'onni oyatlarini olib kelib aldab o'tiribdi. Shunga ishonib yurganlarga battar bo'lsin deyman-da. Qaytmasin bular вообще. Islomga qaytib, Qur'onga qaytmasin, shu ketsinlar Kamol Yo'ldoshga ergashib. Endi mana shu oyatni haq deb kim agar mana shundan keyin ham ishonsa, endi bilmadim uni yo miyasiga qurt tushgan yo vijdoniga qurt tushganda. Mümkün emas. Shuncha fakt olib kelib berdim. O'zi ham tekshirib ko'rsa mumkin Injilni ochib. Internetda Injilning o'zbekchalari ham bor. Ruschalari, inglizcha hammasi bor. Ko'ringlar. Eshakni egasi so'rasaydinglar, bizga kerak edi, olib kelinglar degan. Mafiya borib olib kelgan. Bo'z mafiya Asadbek uchun mashina olib kelgan deyapti u, o'g'ri uchun. Agar mana shu gap astag'firulloh, haqiqatan Musa İso alayhissalom shunday eshak o'g'risi bo'ladigan bo'lsa, Kamol Yo'ldosh aytgandek o'zgartirilmagan deyapti-ku. Unda demak yana shu gap. İso alayhissalom mafiozi bo'lgan, ko'cha bezorisi razborchik bo'lgan, o'ziga davlatning funksiyalarini o'zlashtirib olgan, bandit bo'lgan. Nima qilish kerak uni? Unday payg'ambarni, unday odamni jamiyat yoki davlat Bezat kunlik degan tadbir boshlab, Doniyor Toshxo'jayev degan zamnachalik militsiyaga aytib qamash kerak uni. Qamash kerak. Agar rost bo'lsa shu Kamol Yo'ldosh aytayotgan Xudodan deb bo'lgan bo'lsa shu, hozir o'g'ri bo'lgan uni dolzarb 40 kunlik bilan qo'shib o'sha Doniyor Toshxo'jayev bilan tergov qilib qamash kerak. Men ishonmayman. Kamol Yo'ldosh ishonadi, Xudodan deydi. Ko'rmirliklar ham ishonaversinlar, battar bo'lsinlar.